Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilar va bizning qadrli obunachilarimiz. Bugun biz sizlar bilan birga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Tafsiri Hilol kitobi 1-juzdan foydalangan holda Fotiha surasining tafsirini birgalikda ko'rib chiqamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. O'tgan videoyimizda biz sizlar bilan Fotiha surasining 3-oyatigacha ko'rib chiqqan edik. Bugun biz sizlar bilan 4-oyatdan davom etib ketamiz. Fotiha surasi, eslatib o'taman, Makkada nozil bo'lgan 7 oyatdan iborat. Bismillahirrohmanirrohim. İyyake na'budu va iyyake nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz va faqat sendangina yordam so'raymiz. Bizda ibodat deganda faqat namoz o'qish, ro'za tutish, zikr, Qur'on qiroati kabi narsalar tushuniladigan bo'lib qolgan. To'g'ri, bular ulkan ibodatlar, lekin aslida Allohga manzur bo'lgan har bir ish ibodatdir. Demak, inson o'z hayotida Allohning aytganini qilib yursa, ibodatda yurgan bo'ladi. Alloh halol rizq top deb buyurganmi? Demak, halol rizq topish harakatida yurganlar ibodatda bo'ladilar. Albatta, halol rizq topish ibodat ekan deb boshqa farz, vojib va sunnat amallar tark qilinmaydi. Masalan, namoz va ro'zani tark qilishga hech kimning haqqi yo'q. Xullas kalom, iyyaka na'budu, faqat sening aytganingni qilamiz ma'nosini anglatadi. Bu esa banda tarafidan Allohga berilgan ulkan va'dadir. Alloh taolo barchamizni ushbu va'daning ustidan chiqadiganlardan qilsin. Iyyaka nasta'in ham xuddi shunday, faqat Allohdangina yordam so'rash ma'nosini anglatadi. Odatda biror ishga qattiq urinib, kuchi yetmay qolgan taqdirda yordam so'rashga arablar isti'ona so'zini turli ko'rinishlarini ishlatadilar. Ushbu oyat karimada iyyaka nasta'in deyilishi ham o'zimiz imkoni boricha harakat qilib, imkonini topa olmay qolganimizdagina faqat sendangina yordam so'raymiz degan ma'noni bildiradi. Harakat qilmay dangasa bo'lib yotib olgan holda birovdan yordam so'ralmaydi. Mulohaza qilsangiz, ikkala ishda ham, ibodat qilishda ham va yordam so'rashda ham birlik emas, ko'plik lafzi ishlatilyapti. Bu esa islomda jamoatchilik, ko'pchilik bilan bo'lishi ruhini aks ettiradi. Ihdinas sirotol mustaqim, bizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. Hidoyatga to'g'ri yo'lga boshlash lug'atda biror narsaga lutf bilan yo'llab qo'yishga aytiladi. Ulamolar nazdida shunday hidoyatga yo'lga boshlash bir necha darajali bo'lar ekan. Alloh insonga qo'shib yaratgan tuyg'ularning hidoyati, yo'l ko'rsatishi. Misol uchun, chaqaloqning birov o'rgatmasa ham onasini emishi, xavf yaqinlashganda ko'zini yumishi, qorni ochganda yig'lashi va hokazolar ana shu hidoyatlarning jamlanmasi ekan. Buni ilmiy tilda tug'ma instinkt deyiladi. Lekin bu toifadagi hidoyat insonni barcha talablarini qondira olmaydi. Ular faqatgina ba'zi bir ehtiyojlarni qondirishi mumkin xolos. Inson a'zolarining his qilishi hidoyati, yo'l ko'rsatishi, hidlash, eshitish, ko'rish, ushlab ko'rish kabi sezgilar orqali ma'lum bir narsalarga hidoyat topsa bo'ladi. Lekin bular ham kifoya qilmaydi. Hammalari ma'lum bir chegaragacha yaraydi xolos. Misol uchun, ko'z ma'lum uzoqlikdagi va ma'lum kattalikdagi narsalarnigina ko'ra oladi. Ba'zida esa his qilish a'zolari xato qilish ham mumkin. Misol uchun, katta tezlikda ketayotgan kishiga qizil chiroq yashil bo'lib ko'rinishi hammaga ma'lum. Ko'rinib turibdiki, ikkinchi toifadagi hidoyat birinchi toifadagi hidoyatdan ustun va to'laroq bo'lsa ham insonni ikki dunyo
baxt saodati ila ta'minlashga mutlaqo yetishmaydi.